Bunaqa rangdagi mashinani oldin faqat hoji akalarimiz mingan, o'zi ham tako skromni turadi. Cherry Tiggo 7 Pro full varianti. Bugun sizlar bilan test drive qilamiz. Qolgan ma'lumotlarni test drive jarayonida aytib o'taman. Ko'pchilik Tiggo 7 Pro avtomobilini joski deb o'ylaydi. Qani, haqiqatan joskimi, joski emasmi? Bittasini ko'ramiz. Test drive qilish uchun spetsial mana shunaqa ob-havoni kutdik va shu ob-havoda mashinani test drive qilyapmiz. Yuz ketamiz, kuchli shamol esyapti. Mashinani stabilizatsiyasi vobshe zo'r. Bu avtomobilimizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 344 million 900 ming so'm. Agar siz avtokredit asosida 20% boshlang'ich to'lov bilan xaridni amalga oshirsangiz, 25 million so'm foyda bilan ushbu avtomobilni xarid qilishingiz mumkin. Narxi shunda 319 million 900 ming so'mga tushadi. Undan tashqari rassrochka ham mavjud. 4 yilgacha rassrochkaga o'zining narxida bo'lib to'lash imkoniyati bilan xarid qilishingiz mumkin. Propani sizga sovg'aga tushadi. Keyingi obzorimizda Cherry Tiggo 2 Pro avtomobili bo'ladi. Aytgancha bizda test drive mavjud. Bemalol kelib, istalgan Cherry avtomobilni siz test drive qilib ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari trading xizmati ham bizda mavjud. Eski avtomobilingizni olib kelib, bizda istalgan turdagi Cherry avtomobilni bir kunda minib ketasiz. Manzilimiz Targoviy sentrda joylashgan Cherry avtosaloni. Barchangizni Cherryda kutib qolamiz.